6-mavzuga kelganmiz. Birinchi etaj bir xonali uy sotilyapti. Umumiy maydoni 27-28 kvadrat metr. Mana kirib kelishimizda bitta zal. O'zi 6-guruh bilasizlar, kichkinagina bo'ladi. 27-28 kvadrat. Mana otopleniyasi bor. Pol laminat qilingan, oynalari plastikdan qilingan. Eski eshiklar turibdi. Mana bu tomonda kuxnyasi. Uyda egasi aytayapti, $21,000 bersa, uy ichida hamma narsani qoldirib ketaman deyapti. Uyda hech qanaqa krediti yo'q, dokumentlarda muammosi yo'q. Mana duh kontr, kotyollar, dimoxod, oyna plastik, otopleniya bor, gaz, xolodilnik, sho'chik hamma narsa joyida. Mana bu umumiy vanna va hojatxonasi. Uyimiz narxi juda ham yaxshi narx qo'yilgan. Mana bu koridori. $21,000 sanasalaring, sizlar nomlarini o'tkazib beramiz. Mana yerda uyni ko'rsataman. Aloqaga chiqasizlar 6-mavzu, 1-qavat, 27 kvadrat, $21,000. Pastda o'zim raqamni qoldiraman. Menga telefon qilsalaring, egasini uchrashtirib qo'yaman, savdosi halol bo'ladi. Ko'rishguncha.